Bo'pti, yaxshi o'tiringlar, xo'p? Dadasi uzoq yo'lga ketyapsiz. Yoningizga bitta sherik ovang uxlab qolasiz. Ha, bo'pti, yo'ldan bitta paputning she'riga olaman, xo'p. Ha, yigitlar, qayerga ekan? Vodiyga yangi yilga ketyapmiz. Assalomu alaykum. Tekinga olib ketaman, faqat bitta shartim bor. Uyingizda bir yil ishlab beraylikmi? Ay, yo'q, gaplashib ketasizlar, uyqum kelib qolishi mumkin. Ha, bo'ldi. Boshqa o'z manfaatingiz yo'lida foydalanmaysizmi? Chiqinglar. Men oldinda ketaman. Bagajni oching. Amaki mafiyamisiz? Ha, yo'q, nima nodiysan uka? Mafiyalar shunaqa katta jiddiy yuradi, oq. Ha, yo'q uka, o'zim uchun olganman. Bu Haval H9 mashinasi. 7 o'rindiqli. Sidinalarida Abdub Abagriff cruise control, xullas hamma narsasi bor. Mana ekranni, monitorning kattaligini ko'ryapsanmi-ku? Undan tashqari bunda Eco, Sport, Standard, ana pesok rejimi ham bor. Dubay cho'llariga borib drift qilsang bo'ladi-ku. Bluetooth ham bormi? Sen kulyapsanmi ustimdan? Ula. Bechara o'sha qiz va qizil gul yerda yotgan ekan. Uni o'lib yotganini ko'rib, Sekin yoshlarni ko'rsin. Soatga qarasam 15 kilometr yuribdi dedim. Esimdan chiqmaydi. Ey, ukalar, odam qo'rqitmaylar anaqa bir ota, ona haqida qo'shiq eshitib ketaylik, ha? Bor o'shanaqasi, ona papkadan zo'ridan bor. Uyqusi kelmayaptimi ishqilib? Zo'rmi? Zo'r. Assalomu alaykum ona. Sizni yo'qotishdan qo'rqaman. Mendagi o'g'ilni katta qilganingizga rahmat. Bo'ldi ulfat bilan men el jo'ta dushmanligini o'rgatdingiz. Uka qo'shiq aytaman deb basharam tupuruq qilib Jim ketaveraylik, ha? Jim. Amaki uxlab qolyapsiz-da. Nima uryapsan? Uxlaganim yo'q, Jim ket. Yur. Amaki o'zi ketib qolay. Yo'q, ketgani yo'q, yaxshiman men. Ana ko'zingizni, ko'zingizni. Jon uka, bu tabiiy holat. Odamning ko'zi yumilib ochiladimi? Jim ket.